Keldim. Aka, bolam kel. Assalomu alaykum. Shokolad xo'rlik qilyaptim, birga choy ichamiz. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Sizga yangiligim bor. Nima endi? Hamma $300 sizga. O'tgan haftaga $300 beruvdim. O'sha kunni kechqurun $3000 foydasi bilan qaytuvdi. Milliard foydasi bilan Ya'ni 3000 beradigan joyim bor-yu, o'shaning $300 berib qo'ya qoldim sizga. Ya hazillashaman. Ilohim yana barakang yog'ilsin. Qattan shunaqa uni siz ham momamga qilsa shunaqa bo'ladimi? Ha, qattanligini senga o'zi anchadan men aytaman deb yuribman-da, 18 yoshimdan uylantirasiz, men bo'lmasa zino bola ko'zi bilan birovlarga qarab qo'ysam ham siz gunohkor bo'lib qolasiz deb cho'zib 22 yoshda uylantirdim. Shundan buyon barakang yog'ilyapti, bilasizmi? Zavjaya halolinga qilyapsan, menga qilyapsan, oilanga qilyapsan, ko'chalarda yurmayapsan, fahshlarga bormayapsan, yana bo'lmasa kafelar, restoranlar, oshna og'ayn hammasi barakani qochiradigan narsalarda. Oilangda mazza hamma narsa baraka yog'ilayotgani shundan. Onaning duosi, halolingning duosi. Bular hammasi barakada bo'lim. Inshaalloh. 10 ming bersan 100 ming qaytarganda, zo'r ekanda.